Qaytarib ber. Hoy, men uni qaytarib beraman. Lekin avvaliga biroz gaplashaylik. Men aytadigan gapim yo'q. Nima uchun bu yerda shovqin ko'taryapsiz? Alyusiya, sen o'z vaqtida bu yerga kelding. Haligi ustoz, bu kim o'zi? Qanday aytsam bo'ladi? Nahotki bu sirli muhabbatingiz farzandi bo'lsa? Yo'q, unday emas. Ha, shunaqami? Endi vaziyatni tushunyapman. Xo'sh, shunday qilib, bu qizni nima qilmoqchisiz, ustoz? Hech narsa qila olmaysiz. Jinoyat ustida bo'lmasa, menga tega olmaysiz. Xo'sh, shuni aytganlari mutlaqo haqiqat. Men uni topshirishni rejalashtirmayapman. Unda bu yerda ishimiz tugadi, to'g'rimi? Qani endi menga tumorimni qaytarib ber. Shunday qilsam, cho'ntak kasallikni bas qilasanmi? Gap umuman bunday emas, u boshidanoq meniki edi. Shunchaki buni bas qilaman demagani uni qalbi halol bola ekanligidan dalolat beradi. Orden komandiriga cho'ntak kasallikni to'xtatmasligingni aytish jasoratdir. Aytgancha, sehrgarlik qilganingni eshitdim. Buning uchun sehrli aksessuardan foydalandingmi? Senga aytishim shart emas. Agar senda sehrli qobiliyat bo'lsa, mamlakat senga g'amxo'rlik qiladi. Men kelajak umidli qizni bunday yo'lda bo'lishiga yo'l qo'ya olmayman. Men chindan ham ajoyib talabalarni yetishtirganman. Alyusiya shunchaki elitalardan biri emas. Biz umuman seni aldamoqchi bo'layotganimiz yo'q. Agar nimadir bo'layotgan bo'lsa, bizga aytishing mumkin. Tumorimni qaytarib berasan, to'g'rimi? Ha. 5 million dalq. Agar 5 million dalq bersam, u singlimni tiriltirish uchun sehrdan foydalanishini aytdi.